Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun Termiz tumanidagi shu ochiq maydonimizga tashrif buyurganmiz. Ko'rib turganingizdek, hamma yoq qorga burkanibdi. Bu qulupnaylar ekilgandan beri hali bunaqa qor ko'rmagan. Bu yerdagi местный aholilar bilan gaplashamiz. Anchadan beri bunaqa qor yog'ib, bunaqa muzlama bo'lmagan ekan. Hammada savol bo'ladi. Qish oyida qulupnayni sovuq urmaydimi deb savol berishadi. Juda ham ko'pchilik savol beradi. Xo'p, Termiz tumanida shu bugun mana 22-23 yanvar sanasi bo'yicha -6 -7 gradus bo'lyapti. Qulupnayni sovuq uradi. Qachonki qulupnayni poyasini qor bilan qoplamagan bo'lsa, mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, -12 -15 gradusdan u yoqda sovuq urish ehtimoli juda ham katta, qor bo'lmasa. Lekin qor qoplagan bo'lsa, bunaqa bo'lib qor qoplagan bo'lsa, -20 -30 bo'lsa ham hech qanday sovuq urmaydi. Sababi qor himoyalab turadi. Qorni tegida bilasizlar, yer ham muzlamaydi.